Buyrakdan ko'chgan toshni qachon dorilar bilan davolash kerak va qachon endoskopik operatsiyalar bilan davolash kerak? Men buni sizlarga iloji boricha sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Buyrakdan ko'chgan tosh CD9 aynan qaysi qismida tiqilib qolganligini bilish uchun, uni razmeri, diametri va uni zichligini bilish uchun biz MCKT tekshiruvini o'tkazganimiz maqsadga muvofiq. O'zida tekshiruv bo'ladigan bo'lsa, bizga doimo 100% natija, 100% ma'lumot bera olmay qolishi mumkin. Agarda toshlarning zichligi 500 Hounsfield va undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bular yumshoq tosh hisoblanadi va ularni dori yordamida tushirib yuborish, gidratatsiya qilib tushirib yuborish ehtimolligi 70-80% holatda. Agarda toshlarning zichligi 500 va 1000 orasida bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtacha qatirlidagi toshlar hisoblanadi. Dorilar ta'sirida tushib ketishi ham mumkin va buni masofaviy to'lqinli maydalash yordamida toshlarni maydalash mumkin, ya'ni drobleniya. Lekin bu drobleniyaning o'ziga yarasha qarshi ko'rsatmalari va kamchiliklari bor. Masalan, maydalangan tosh bo'laklari CD yo'liga tushib obstruksiya chaqirishi mumkin yoki yana og'riq chaqirishi mumkin. Agar tosh zichligi 1000 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bular qattiq tosh hisoblanadi va bularga dorilarning ta'sir qilish ehtimolligi juda ham kam. Bu toshlarni davolash uchun eng to'g'ri usul bu endoskopik lazer usulida maydalash. Buyrak tosh kasalligi bu juda ham katta mavzu bo'lganligi uchun men sizlarga keyingi videolarda toshlarning qanday paydo bo'lishi va undan qanaqa profilaksiya qilish kerakligini tushuntirib beraman. Agarda sizlar bu video orqali o'zingizga foydali ma'lumot ola oldim deb hisoblasanglar, buni boshqa tanishlarga ham ulashib qo'yinglar.